hamma ko'chasida mayda ikir-chikir ishlardan tortib eng baland cho'qqilargacha bo'lgan ishlarda hasad bor. Usta ustaga hasad qiladi. Savdogar savdogarga hasad qiladi. Muallim muallimga hasad qiladi. Hasad qilma birodar. Chunki uni ustida Allohning fazli turibdi, seni ustingda ham nima turibdi? Allohning fazli turibdi. Hasad qilma birodar. U o'zining rizqini yeyapti. Hasad haqida bo'lmayapti. Hasadgo'y bo'lmaslik haqida bo'lyapti. Chunki bizni silsila darslarimizdan maqsad nima qilsak saodatli yashaymiz degan savolning javobini qilyapmizmi? Hasadni yomonligini hamma biladi. Endi agar sen hasadgo'y bo'lsang, baxtli bo'lmaysan degani. Hasadgo'y inson demak Allohning taqdiriga norozi odam. Norozi odam hech qachon baxtli bo'lmaydi. Chunki baxt bu rozilik demakdir. Inson Alloh uni